Mana qaranglar. Chnorken kanatkasi shunaqangi zo'r lakasini dast olib qo'yganman. Dilshod buni necha pul qilib bersan, do'st? $100 aprel oxirigacha-mi? Bo'ldi, do'stim, qaranglar, zeleniy zona. Men basseynga qachon suv solib bersan? Yuvib, a? Xo'p, qozon o'choq, stol, tapchan, stolni tennis. Ichkarida hamma sharoitlaring zo'r, do'stim, uyaltirmaydigan dachadan bittasi. Glavniysi halol va pokiz dachamizdan bittasi. Qaranglar, kirganda приятный remont. Ko'zni og'ritmaydi. Finskiy saunamiz 15 zimniy basseyn, suvlar qaynoq bo'lib turibdi. Xo'p, bu tomon shunaqa katta keng koridor. Birinchi двухспальныйmiz va ikkinchi spalnimiz ordinarniy. Xo'p, bu yerda katta spalniy, dachamizda 3 ta spalniyimiz bor. Qarang, remontlar shunaqa tinni, приятный, yaxshi dachadan bittasi. Bu yerda offshore bitta sanuzul bor. Mana bunaqa stol-stullar qo'yib qo'yilgan, yumshoq mebel, PlayStation, katta televizor. Keyin zimniy ko'knamiz shunaqangi приятный, top-toza, boy aytgandek halol va pokiza. Xo'p, pastda Dilshod nomeri bor, bemalol telefon qilib bog'laninglar. Egalari bilan aytgan summada $100 dan aprel oxirigacha. Qolgan ma'lumotlarni bemalol o'zingizdan so'rab olasiz. Sog' salomat, yoqamiz tutadi.